Ichimizni tozalash uchun nima maslahat berasiz? Iltimos aytib yuboring, yozib yuboring degan savollar juda ham ko'p keladi. Men sizlarga hozir zo'r vositani aytaman. Ungacha siz videoni saqlanib qilib, ichini tozalamay yurgan o'rtog'ingizlarga uzatib qo'yinglar. Amina Sorb. Bu sizni ichingizdagi shlaklardan, toksinlardan tozalovchi vosita bo'lib, bir kunda 2 mahal ovqatdan 20 minut, 30 minut oldin bir qoshiqdan ichasiz. Och qoringa. Bu sizni ichingizdagi sog'lom, kerakli vitaminlarni o'zi bilan birga chiqarib yubormaydi. Keraksiz shlaklarni, keraksiz toksinlarni sizni organizmingizdan tozalab beruvchi vosita. Buni bir oy davomida ichib, ichingizdagi keraksiz shlak va toksinlardan qutuling. Hamda ozishda ham juda yaxshi yordam beradi. Ichimizni tozaligi, sog'lomligi, yuzimizni go'zalligi.